Hurmatli xaridorlar, biz bu yerda shu bo'lalarga bo'ladigan bo'limga yetib kelganmiz. Mana bu filelar, bu yerda mana 60-raqamdagi go'shtlarimiz bor. Yablочкаlar bor, mana ko'rishingiz mumkin. Yablочкаlar. Bu yerda mana qo'llarimiz bor, mana qo'l. Qo'lchaslarimiz. Hurmatli xaridorlar, mana shu yog'lar to'liq berilib bizning mamlakatlarimizga yetib boradi. Biz imkon qadar mana buni 45-shastimiz, bu ham tozalanish jarayonida. Imkon qadar biz O'zbekiston xalqi uchun ekologik toza va 100% halol bo'lgan go'shtlarni chop jamoasi bilan O'zbekistonga eksport qilyapmiz inshaalloh. Kelinglar, hammalarni hamkorlikka chaqirib qolamiz.